Munira, qayerda yuribsan dovdirab? Anta kelin kutib qoldi-yu. Bor oldini tozala. Isrof bo'lgan. Bularni olsam maylimi? Olavering. Xo'p bo'ladi. Bunaqa chiroyli qiz, bunaqa ishda yurish yaxshi emas. Xohlasangiz meni firmamga keling. Yaxshi. Yo'q, rahmat. Shart emas. Yomon o'zingni olar ekansan-a? Meni himoya qilmaganingiz uchun rahmat sizga. Aka, sizga kimman o'zi? Bitta-yu bitta singlingizmi axir? Nega meni o'sha yaramasdan himoya qilmadingiz aka? Nega? Senga shunaqa hayot yo'qotdimi? O'zing tanlagan hayot yo'l. Qalay ekan? Menga qara, boshi ochiq ayollarni mana shunaqa qismat kutadi. Men senga 100 marta aytdim-a, shu eringni topganiga qanoat qilmading. Sabr qilmading, shukr qilmading. Ko'chaga chiqib ketding. Ishlayman, o'zim bo'laman, xohlaganim qilaman deding. Mana, qil endi. Qalay bo'lar ekan ishlash? Boshi ochiq ayolga hattoki ko'chada it ham qaraydi. Ering tilla odam edi. Qadriga yetmading. Bu o'zing tanlagan yo'l. Men seni hayotingga aralashmayman. Boshida qancha gapirganman senga. O'zim ham pushaymonman. Meni kechiring aka. Hammasini tushundim. Menga qara. Ishdan chiqqandan keyin to'g'ri uyga borgin, tushundingmi? Gaplashib olamiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bekzodbek, yaxshimisiz? Rahmat. Sizdan uzr so'ragani keldik. Assalomu alaykum. Ichkarida gaplashaylik. Bekzodbek, siz yaxshi insonsiz. Lekin hozirgi kunda bilasizmi, ajrimlar nimaga ko'p? Ba'zi bir ayollar erini topganiga itoat qilmayapti. Sabr qilmayapti, shukr qilmayapti. Mana shulardan biri meni singlim. Men singlim bilan gaplashdim. Qilgan ishdan pushaymon. Tavbasiga tayandi. To'g'rimi? Jiyanlarim uchun mana singlimni kechiring. Bu oxirgisi. Men sizga va'da beraman. Sizga umuman gap qaytarmaydi. Topganingizga qanoat qiladi. Jo'lon aka. Men seningizdan xafa emasman. Axir u farzandlarimning onasi. Ozgina sabr qilsa, Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men buni kechirganman. Rahmat sizga. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Oilada asosan kelishmovchiliklar mana shu yetishmovchilikdan, shukr qilmaslikdan kelib chiqadi. Xudo xolisa hali ishlaringiz yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat. Hozirroq sabr qilish kerak. Yerda aytganini qilish kerak. Ko'chani xoyu havas deb o'ylash kerak emas. Hamma joyda o'zining toshu tarozisi bor. O'z ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Ko'p turibdi. Ijaralar bilan qiynalmayapsizmi? Amalga olamiz. Shu desangiz, sizga, singlimga bir hadyam bor. Hadya? Qabul qilsalaring agar. Sizlar uchun Deng Group'dan 3 xonali uy oldim. Rahmat akajon. Rahmat. Pullaringiz ko'p bo'lsa, rahmat. Baraka toping. Maza qilib, baxtli bo'lib yashanglar, jiyanlarim. Rahmat, baraka toping. Xudo xolasa yangi uyga ko'chib olganlaringdan keyin faqatgina yaxshi kunlarda kelaylik. To'y hashamlarda kelaylik. Baxtli bo'linglar. Ilohim. Bitgan kelsin.